$600,000 avtopark Porsche. Oybek aka, mana buni qarang. Abdulaziz akaning garaji zo'r-ku, ha? Bizning garajda qanaqa mashinalar bor? Ko'rdim, zo'r ekan. Bizda BMW X5 110 ming turadi. Bundan hozircha ikkita. Chekkada turganimi? Porschemi bu? Porsche Taycan 80 ming turadi. Oybek aka, unda bu qanaqa mashina bu? Bu Mercedes S-Class 70 ming turadi. Bu yoqdagi nima bu? Audi'mi bu? To'g'ri topdingiz. Audi A6 70 ming turadi jam. Gap yo'q. Bu yoqda Prado ham bor ekanmi? Prado hoji akaning mashinasi 40 minglar turadi. Gap yo'q. Bu yoqda Tracker ham bor ekanda. Tracker ham bor. Bu yerda 16 ming, 17 ming turadi. Voy, lekin bu mashinangiz garajingizni umuman tasavvur qilib olmaysiz. O'zingiz ayting qanaqa mashinaligini. Bu albatta Trend Vulcan katta bo'lgan qora Gentrasi 13 mingdan ikkita bor bundan. Bo'ldimi, garajimizda mana shu mashinalar bor, xolosmi hozir? Toyota, Nexia mashinalar bor. Bu ham ishlab turadi. Shuncha pulli stanovlarga tikib o'rishdan maqsad nima o'zi, Oybek aka? Maqsad Yevropa standartidagi stanoklarda xalqimiz uchun Yevropa sifatidagi mebellarni ishlab chiqarish. Hurmatli kuzatuvchilar, garajimizning umumiy narxi qancha bo'ldi deb o'ylaysizlar? Fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar.